Assalomu alaykum aka. O'zbekistonga tez qayt. Onangning mazasi yo'q. Ha? Ey xudo, ishqilib yetib boraydi. Nima qilsam ham bugungi bilet ololmadim. Ertaga yetib boraman. Onam yaxshimi? Ertaga doktorlarning aytishicha, onang ertalabgacha yetib bormas ekan. O'zimiz amallaymiz. Nasib qilmabdi bolam. Do'stimga berib qo'ydik. To'g'ri uchun ila O'zbekistonga olib ketishim kerak. Olib ketishimga pul kerak. Ha. Yo'q, hujjatlari hali joyida emas. Xarajatlari uchun pul kerak. Bu kimdan olib bo'lsa ham jo'natinglar. Men borgandan keyin o'zim beraman. Doktorlarning aytishicha, onang ertalabgacha yetib bormas ekan. Nasib qilmabdi bolam. Labiyada. O'g'lim. Onang o'ziga keldi. Xush ko'ribdi. Shuda jarlikka ketayotgan ekan. Xo'p. Yo'lini bir yigit to'sib olib, siz o'g'lingizni oldiga boring debdi. Onang o'ziga keldi. Do'stimni mayda aeroportda sarson bo'lmasin. Hujjatlarni tayyorlash uchun pul kerak. Hammasini eshitdim. Bu pulni mani onam oldiga olib borolmadi. Hech bo'lmasa, do'stingiz mayitini ota-onasini oldiga olib borishga yordam bersin. Yo'q, qudratingdan.